Voy, falakat, bugun necha soat uxladim, soat chuvib ketdi. Voy, falakat turishga roziman. Yema urishadi odamni. Voy, oyog'im. Aytgancha hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar, sizlar bilan men o'sha Kripoli yaxshimizda ko'rishdik. Bo'la hozir uyqudan turdim, to'g'risam bilmadim, bugun zo'rg'atdan turdim negadir emas, kecha o'zi 3 da yotdim, shunaqa mamcha bo'la qo'lasiz. Men o'zim ish yurib qo'yganda shahardan 3 da keldim bo'la. Mayli bo'lani o'zlaridan so'raganda qaraysiz, albatta bo'lar, videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Mana esa bo'lar, har doim bilasizlar, pozdaga ishimga chiqishim kerak. Tashqarida ishimni qilmasam bo'lmaydi, bilasizlar bo'lar. Sababi har doim pozdaga ishimni tushunmadim. Ana o'zi ham chiqdi. Nima? Shitala nima qilyapsizlar bu yerda? Bo'la bu qanaqa sandiq bo'ldi yana? Bilmadim, kelam. Men nimaga osmonga qarabsizlar? Assalomu alaykum mer. Alaykum assalom. Orqangga qara. Orqangga nima bor orqada? Qarasang bilasan-da. Nima bor? Tushunmadim. Nima bu? Voy, falakat nima bu? Tushunmadim, mer, nima bu? Jinni biza sandan so'rash kerak. Nima bu? So'z totib turibsiz, Minecraft mana bunaqa qilib oling bitta. Bo'lani ochilmay qoldi, bo'l, normal. Mer, nima bu? Men bilmayman. O'zi kecha 3 da kelgan bo'lsam. Lekin bu gapim ham to'g'ri. Korotchak bor, nima bo'lsa ham bizga sot. Nima o'zi to'xtanglar, hozir bitta ko'rg'ili o'zi nima bu qanaqa bu uyni kattaligi ma'lummi? Nechi qavat bo'ldi bilmadim. Mer, nima deysiz? Buni bizga sot, qara orqangda pullar hammasi seniki. Mana ularni bilmadim, to'g'risam bo'ldi, nima qilsamkin bo'ldi, qaranglar bu juda katta rasta bo'ldi. Nechi qavat o'slarga sanab beraman? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 qavat bo'ldi. Tasavvur qilyapsam 15 qavatlik dom bo'ldi va vahshiy bo'ldi. Buni men mehmonxona qilsam borib, bular oyiga $10,000 to'lashsam bo'ladi, bilasizmi? Yo'q, bo'la, men bularga sotmayman, menga sotmayman. Amer, yo'q, sizga buni sotmayman. Nimaga? To'xtab turing, bo'la, hozir mana bu yerda bitta sandiq bor ekan, bular sotib turibsiz, mana buni yaxshilab qilib oling. Amer, bularni uzr sizga sota olmayman. Nimaga? Nima sotmaysan? Sot, iltimos, mana bularni hammasi senga. Yo'q, mer, bularni senga sotmayman, bularni hammasini biz nima qilamiz? Mehmonxona qilamiz, bo'lar, lekin uy, falakat. Qaranglar, bular juda ham shoshilib qoldim, bular sababi ko'ryapsizlarmi? Bular bu qanchalik kattaligini bular hozir ko'ramiz, bular kim qurgan buni vahshiy bo'laman, lekin men qurmadim, sababi bu aytdim, bular o'zi uyga 3 da keldim, juda ham charchadim, bular hozir hammasi normal, bular hammasini yig'ib terib olamiz va bundan keyin bular bizdan mehmonxona qiladigan bo'lsa, normal bular soqqa qilsa bo'ladi. Tak bular hammasi normal, endi men uyga topshirib ketamiz. Oynasi zindirib tashib ketaver. Men endi qo'g'irchoq ekan, bo'la falakat. Shu merni qo'g'irchoqni bitta menga bo'la sabab qo'lasi mer tashqariga chiqqan paytda qo'yib ketadi, admin kelsa ko'radi, bo'la uy mer ish qilayotgan ekan deydi. Mer korotchak aytgancha bo'la sandiq ichini ko'raylik deb, bo'la bu nima bo'lishi mumkin, bu kim qurgan bo'lishi mumkin, buni qani ochib ko'ramiz va bo'la qani tushunmadim. For Krif uchun deb qo'yibdi. Bo'la qani salom Krif, men Minecraft adminiman. Nima admin? Sen YouTube'da 3 ta kanalni 1000 obunachi qilganing sababli men senga bu uylarini sovg'a qildim. Yaxshi kunlaringda ishlat. Nima bo'ldi bu? Tushunali bo'ldi. Demak bu admin bizga sovg'asi ekan bo'ladi. Rostdan-rostaga Abdushi rahmat bo'ldi, biza 3 ta kanalni 1000 ta obunachiga erishishga muvaffaq bo'ldik va ularni men sotaman. Bo'ldi. No baribir qabul bo'lmaydi, sabab men bo'ladi kanal sotaman, yana ochaman bo'ladi. Shunaqa qilib biznes qilyapman bo'ladi. Короче, так mer bularni menga admin sovg'a qilibdi. Nima? Qanaqasiga? Bilmadim. 3 ta kanalni 1000 ta obunachi qilganman-ku. Shuning uchunmi? Da. Mer mana pullarni topib ketdim, menga kerak emas vafshi. Qaranglar, necha vafshi bo'la, qaranglar. Shuncha stop, men buzib yubordim, bo'la o'rniga qo'yib qo'y. Shuncha bo'la uyni mana uncha pulga olishadigan men ahmoq emasman. Va ichida ham narsa yo'q, bo'la vafshi kerak emas. Tak bo'la, mayli unaqa bo'lsa, sekin polislarga buni obzorini ko'rsataman, bilmadim, bo'la, lekin men ham ko'rmaganman buni. Polislarga ko'rsataman, bo'la, lekin bilmadim ichkarisida nimalar bo'lishi mumkin. Tak kitobni bu yerga qo'yib qo'yaman va bo'ldi. Endi sekin menib polislarga ko'rsatishni boshlayman. 15 ta qavat, 15 ta qavat, lekin bularni hammasini albatta ko'rsatishga birinchi bo'la va bilan nima so'radi?
Ben hammasini ko'rsata olmayman sizlarga, sababi juda ham ko'p vaqt ketadi va bo'lib bu ikkinchi qavat uy, buni ichkarisi bo'lib yaxshigina remont qilgan ekan. Qaranglar, uy bo'lib mana bu yerda qalamchalar, kitobchalar juda ham yaxshi bo'lib. Uy, tushunmadim. Mashina bo'lib uy, bu yerda mashina bor ekan, bo'lib uy palikat kinolarni ko'ramiz bo'lib qanaqa mashinaligini yaxshi bo'lib, yomon emas, juda ham zo'r qildilar. Tak endi keyingi qavatda ko'ramiz va bo'lib o'rmalashib olib qo'yamiz. Tak qana keyingi qavatda bo'lib mana bu ham normal qaranglar bo'lib, yaxshi. Mana bu yerda esa o'rindiq kompyuter bor ekan bo'lib, juda ham yaxshi. Mana bu yerda akvarium va mana bu yerda esa shkaf bo'lib, juda ham yaxshi va qanaqadir sumka mayli bo'lib, bu ham menga yoqdi va keyingi qavatda ko'ramiz va bo'lib keyingi qavatda ko'rganimdan so'ng eng yuqorisiga minishga harakat qilamiz bo'lib, taqqana bu yer sklad ekan bo'lib, juda ham yaxshi. Как раз mana sklad uyimga narsani sig'dira olmayotganim, bo'lib qirilib baliqlar olib kelib qo'yibdi, juda ham yaxshi bo'lib. Buni salqin ekan, juda ham yaxshi bo'lib, aynib ketmaydi va bo'lib keyingi qavatda ko'ramiz. Bolaga tushib ketishimga savol kerak. Sekin. Bo'lib sal qo'yib tushib ketardim, bo'lib sal qo'yib tushib ketardim. Tushib ketsam bo'lib o'laman, lekin bu yerdan tushunarli bo'ladi. Demak, bundan keyingi qavatlarni admin remont qilmagan, ya'ni bilan ham boshqalarni o'zim remont qilib olaman. Juda ham yaxshi bo'lib, uni как раз mehmonxonaga mos qilib o'zim rostlayman bo'ladi. Tak endi buni yuqorisiga minib ko'rish kerak bo'ladi. Yuqorisida nima bor ekan bilmadim bo'ladi. Eng oxirgi qavatni ko'rmoqchiman. Bo'lib ko'rdilar, bitta ko'zim ko'rinib qolibdi. Mayli bo'ladi, короче, tak qani endi ko'ramiz bo'lib, o'zim minib tak tezroq bo'la qolsangchi. Tushunmadim. Bu nima bo'lgan? Bo'lib bu qattangi bo'ldi bo'lib bu mashina, buni zo'rligini, bu qanaqa mashina bo'lgan ham bo'lib, McLaren ekan bo'lib, bu qattangi qolib qani ko'rilishichi eng katta. Demak bo'lib admin bizga faqat yana uy emas, bo'lib mashina ham patar qilibdi. Yana ikkita mashina bu ham bor. Bo'lib lekin gap yo'q endi buni. Stop. Men buni qanaqa tushiraman? Nima? Shundan o'zim haydab tushaman. Bo'lib siz o'z o'ylanglar, haydab tushaman bu yerdan. Давайте bo'lib tushib ko'ramiz ham nima deysizlar. Давай bo'lib go, naqosa tushib ko'ramiz bo'lib. Mayli albatta sizlar bo'lib like bosib turinglar. Men hozir bu yerdan tushib ko'raman mashina bilan bo'lib qana. Sekin bu yerdan o'rnansa va qara bostikasi. Sekin. Ay bo'lib qara tushamiz. Sekin. Juda ham yaxshi bo'lib. Ko'rlar bo'lib tushganmi? Sekin. Bo'lib sal qoldi kirib ketardim bo'lib yerning orasiga. Juda ham yaxshi bo'lib ko'rdinglarmi? Omad keldim bilmadim, lekin tushdim bo'lib bir amallab. Juda ham yaxshi bo'ladi. Endi sekin bu mashinani hozir yaxshi sevib ko'rsataman bo'lib va buni ichki salonni ko'rishlar mumkin. Sport dizaynda qilingan ekan bo'lib, juda ham yaxshi menga yoqdi va tashqarisi yashil rang. Menga qaras bo'lib yashil rang yoqadi. Sizlarga qaysi rang yoqadi? Albatta bo'lib kommentariyaga yozib, bollar foydalardan chiqmasin bo'lib. Qani bo'lib bu mashina juda ham zo'r ekan to'g'risini aytsam va spoileri ham bor ekan, juda ham yaxshi bo'lib tushirib turaversin va qolgan ikkita mashinani ham hozir sizlarga ko'rsatib o'taman bo'lib. Lekin men qarab o'zim ko'rmaganman, o'zim ko'raman. Bu mashina zo'rligini bo'lib bu tushunarli. Bu demak sport mashina ekan, ya'ni sport kar ekan, juda ham yaxshi sport kar dizaynda qilingan. Вообще zo'r bo'lib to'g'risini aytsam. Tak, mana bu ichki salon esa qop-qora qaranglar bo'lib вообще. Tak, endi sekin mana bu yerga qo'yib qo'yaman. Buni ham давайте bo'lib hammasini yaxshilab bir chetkiga parkovka qilib qo'yamiz, ya'ni nimasi bo'ladi, hammasini keyin sizlarga ko'rsataman qanaqa mashina chiqqanini va hammasini bo'lib dizib qo'ymoqchiman. Juda yaxshi bo'ladi video uchun. Tak, endi bu yerga sekin qo'yamiz va buni Audi ham yomon tez yuradi bo'lib, bu atiyaj bo'lib, bu qanaqa mashina deb o'tiribsizlar bo'lib, Audi qaranglar hozir sizlarga emblemasini ko'rsataman. Mana bo'lib emblemasi mana bunaqa chota ko'rinmay qolganmi? Mayli, 3-mashina bizada bo'lib, bu Cadillac ekan bo'lib, bu Cadillac bo'lib. Вообще Cadillac bilasizlar bo'lib ko'pincha prezidentlar haydab yuradi. To'g'ri, prezidentlarni ko'pincha haydovchilar limuzinda olib yurishadi, lekin nimasi bo'ladi? Cadillac ham prezidentlarga mos mashina menimcha. Komport deydi shunaqa menimcha. Zo'r ekan qaranglar. Cadillac belgisi va ichkarisi polni oq rangda ekan. Yaxshi bo'ladi, yaxshi komfort. Biznesmen deymi shunaqa menimcha. Yo'q, biznesmen emas bo'ladi. Komfort desa bo'ladi. Sekin. Qana orqaga yurib buni ham mana bu yerga parkovka qilib qo'ysa, lekin bo'ladi bu sport kar emas ekan. Juda ham yaxshi bo'ladi. Hamma sport kar bo'laversa nima bo'ladi axir bo'ladi. Buni faqat bir komfort bo'ladi. Juda ham yaxshi bo'ladi. Bir prezidentga bir yerga boraman qaranglar bo'ladi. 3 ta mashinam bor endi mana. Audi, McLaren va
Cadillac bo'ladi. Juda ham yaxshi menga addushi. Rahmat bo'la sizlarga ham rahmat aka sizlar kanalimga obuna bo'lmaganlarda men mingta bo'la olmasdim va hech qachon men shunaqa mashlarga erisha olmasdim bo'lar. Albatta, yana obuna bo'lib qo'yinglar. Agar pastga qaranglar bo'lar. Bu kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsangiz tezda obuna bo'lib qo'yinglar. Men juda ham xursand bo'laman bo'lar. Tak. Endi esa mana bu uylarni ham boshqa ko'radigan joyi qolmadi menimcha. Men ko'rdingizmi, men mashinamni endi menda 3 ta mashina. Sizda qancha mashina bor edi? Menda 2 ta mashina. Sizda 2 ta mashina bo'lsa, menda 3 ta mashina. Men maqtan yurardingiz, bilasizmi? Gap yo'q. Aslan ko'rma mana Gulmurod Zaynab yaxshimisizlar? Yaxshi, o'zi qalay? Kecha ozgina ana bu butilkaga o'tirgandan keyin, ishma qilmaydi. O'zing aytding, karta o'ynaylik deding. Shunaqami? Karta o'ynadik mana, yutqizdingni butilkaga o'tirding bo'ldi. Sen kecha qayerda eding? Men shaharda edim. Shahardami? Bo'la aytgandek kecha bo'la Zaynab bilan Gulmurod taniysan bo'la bularni tanisanglar juda ham xursand bo'laman. Xullas bo'la kecha bo'la Gulmurod aytganda bo'la bugun men shaharga borib produkt olib kelaman deganda bo'la, lekin qaranglar bu juda ham kichkina bo'lgan bilan bo'la bu pul topadi, qatdan pul topadi deysizlar bo'la. Qarashdak bo'la bu nima so'radi? Bo'la odamlarga til o'rgatadi va pul oladi. Tasavvurlashsam 30 ta tilni biladi bu kichkina bo'lgan bilan bo'la bu o'ylash o'tirmaylar bu bo'la bilan bo'la 30 ta tilni biladi. Vafshe gap yo'q lekin bo'la. Mana o'zlar ko'rishlar mumkin. Xullas bugungi videoda nima bo'lgandi bo'la. Mana bu uylarni ham o'zlar ko'rishlar mumkin. Juda ham katta bo'la, qaranglar, даже bulutlardan o'tib ketyapti. 15 qavatli uy bo'la. Va juda ham yaxshi. Mana o'sha mashinani esa men o'zim olib qolaman. Merda ikkita mashina dash mana bo'la 3 ta mashina tasavvurlasizlarmi? Merni oylik bilasizlar ko'p bo'ladi. Mayli bo'la, unaqa bo'lsa barcha xayr. Sizlar bilan ham men o'sha kirib bo'ldim. Albatta bo'la video yoqqan bo'lsa kanalimizga obuna bo'lishni va videoga like bosib qo'yishni unutmanglar. Sababim bo'la tezroq hamma kanallarımda 1000 ta obunachi yig'ishim bu mening maqsadim bo'la. Mayli bo'la, sog' bo'lsin, bo'linglar. Charchamaylar bo'linglar.